Qadr kechasida aytiladigan duo haqida Oysha onamiz radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raydilarki, ya Rasululloh, in wafaqtu laylatal qadri ma aqulu fiha. Agar qadr kechasiga muvofiq kelsam, nima deb duo qilay deb so'raganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, quli Allohumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ey Alloh, albatta sen afv qilishni yaxshi ko'radigan, afv qiluvchi zotsan, bas meni afv qilgin deb ayting deganlar. Qarang, Laylatul Qadr duoda jiddu jahd qilish kerak bo'lgan kecha bo'lganligi uchun ham Oysha onamiz radhiyallohu anha nima deb duo qilishni so'rayaptilar. Ya'ni bu sahobalarning nazarida Qadr kechasi deganda toat, ibodat, duo kechasi deb tushunishgan. Shuning uchun ham ma aqulu fiha, bu kechada nima deb duo qilaman deb so'rayaptilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo o'rgatdilar. Va qisqa duoda aytdilar. Ko'p uzundan uzun duo o'rgatmadilar. Balki qisqacha duoni o'rgatdilarki, agar mana shu duoda aytilgan narsa ijobat bo'lsa, ya'ni Alloh taolo bandani kechirsa, bu banda uchun butun dunyo oxirat yomonliklaridan xalos bo'lgan bo'ladi. Ya'ni shundan ko'ra ortiqroq narsa bormi? Odamning gunohlari kechirilishi. Mana bu eng muhim bo'lgan narsaga yo'llayaptilar-da payg'ambarimiz. Allohim sen kechirishni yaxshi ko'ruvchi, kechirimli zotsan. Meni kechirgin. Bu duoni qisqaligi bilan birga e'tibor beradigan bo'lsak, Allohimma innaka afuvun deb Allohning ismi bilan birinchi aytilyapti. Allohim sen afu bo'lgan, kechirimli zotsan. Ya'ni Alloh taoloning ismlari birinchi aytilyapti. Allohning ismlari va sifatlari bilan duo qilinsa ijobat bo'ladi. Birinchi, ya'ni Allohdan narsa so'rashdan oldin maqtov aytilyapti Alloh taologa. Sen kechirishni yaxshi ko'radigan zotsan deb aytilyapti. Keyin fa'fu anni, bas meni kechirgin. Afu haqida ulamolar aytadilarki, bu afu kalimasi arab tilida shamol esgan paytda yerning ustida bo'lgan iz alomatlarni o'chirib yuborgandek, odamni ham gunohlarini shunday o'chirib yo'q qilib tashlaydigan narsa shu afu deyiladi ekan. Masalan, bir sahro yerlardan karvon o'tadigan bo'lsa, karvonda qancha tuyalar bo'ladi va odamlar yuradi. Mana shularning qadam izlarini qattiq shamol esganda, qumlarni hatto harakatga keltiradigan darajada shamol esib, sahrodagi izlarni, alomatlarni o'chirib tashlashni arab tilida afu deb aytiladi. Ya'ni iz belgilardan asar ham qoldirmaydigan darajada shamol bu afu deb aytilyapti. Xuddi shuni singari Alloh taolo agar bandani afu qilsa, kechirsa, u qilgan gunoh, kamchiliklarni, xatolarni, asoratlari ham insonni sahifasidan o'chib ketadi. Hech qanday asar alomati qolmaydi, qoldig'i ham qolmaydi. Mana bu juda ham katta ma'no agar e'tibor bersak. Eng asosiy, muhim bo'lgan narsa o'rgatilyaptiki, Qadr kechasida Allohdan gunohlarimizni kechirishi. Agar inson shunga erishsa, haqiqatan ham dunyo oxirat yaxshiliklarga erishadi. Baxt saodatning kaliti mana shu Allohning bizni kechirishida bo'ladi, mag'firatida bo'ladi. Alloh bandani kechirsa, inson baxtli bo'ladi. Mana shu narsaga qanchalik muhtojmiz. Qarang, Allohning kechirishiga insonlar qanchalik muhtoj. Alloh asrasin, agar gunohlari kechirilmasdan Ramazondan chiqsa inson, burni yerga ish qilgan holatda xor bo'lib chiqadi. Bu yomon narsa. Ba'zilar buni e'tiborsiz qarashi mumkin Allohning kechirishiga, Allohning mag'firatiga. Hatto bu narsani ko'p eshitasiz-ki, Alloh kechirimli zot, Alloh kechiradi gunohimni deb, ya'ni yengil qarash bor bu narsada. Shuni bilingki, Alloh taoloning g'azabi ma'siyatlarning ichida yashirilgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni qayerdan bilasiz, siz qilgan shu gunohlaringizning ichida Alloh taoloning g'azabiga sabab bo'ladigan ishlaringiz bordir balki. Agar Alloh g'azab qilsa bandadan, mana shu sabab odamning oxirat ham, dunyosi ham kuyib ketadi. Ya'ni har bir odam o'ziga o'zi guvoh qanaqa gunohlar qilganligini o'zi biladi. Mana shu gunohlarning ichida shunday bir gunoh bo'lishi mumkinki, insonni shu sabab inson halok bo'lishi mumkin, dunyo oxirat kuyishi mumkin. Allohning g'azabiga qolishi mumkin. Shu qaysi gunoh shu? Uni bilmaymiz. Balki bitta so'zdir. Inson bitta Allohning g'azabini keltiradigan gap gapirib 70 yillik do'zaxga tushib ketadi deb kelgan hadisda. Bitta kalima sabab qarang, yoki bitta ishingiz, birgina qilgan ishingiz sabab kimnidir masalan qarg'ishiga qolib ketishingiz mumkin yoki qandaydir bir gunoh qilasizda, shunga Alloh g'azab qilishi mumkin. Alloh gunohlarimni kechirib yuboradi deb yengil qaramang. Mana iblis bitta gunoh sababli la'nati bo'ldi. Odam alayhisalom bir gunoh qilganligi sabab jannatdan chiqib ketdi. Yahudiylar bir marta hiyla qilib, ana shu sababli maymunga aylantirib qo'yildi. Shuning uchun ham bunga yengil qaraladigan narsa emas, Allohning g'azabidan qo'rqish kerak. Lekin Alloh kechiradi. Allohning rahmati kechirishi g'azabidan o'zgan. Mana shu kechiriladigan soatlar, kunlar mana Laylatul Qadr kechalari kirib kelyapti. Bu soatlar shaytonga eng yoqimsiz paytlar. Ya'ni shayton alam qiladi, qancha vasvasa qildi yil bo'yi, endi gunohlar kechirilib ketyapti. Demak, mana bu duoni musulmon kishi ko'proq qilish kerak bo'ladi. Sajdada qilsa ham bo'ladi. Chunki bandani Allohga eng yaqin payti sajda qilgan payti. Allohumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Qadr kechasiga yetgan kishiga o'rgatgan duosi. Ya'ni oqil odam buni eshitib, qo'ldan boy berib qo'ymaslik kerak.